Sizlarga ko'rlikka davosi bor desak, ishlamaydi deyman. Bemorimiz Yo'ldoshev Mo'minjon aka bir oy oldin OPZga borib keldi. Ya'ni Turkiyaga tekshiruv o'tib, o'zak hujjatlarini olib keldi. Bu bemor Turkiyaga ketishdan oldin faqat svetda yorug'ligini bor va yo'qligini bilamiz. Hozir esa o'zida eshitamiz. Aka qalaysiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi. Qalay kayfiyatlar? Yaxshi. Qanchalik o'zgarish bo'ldi? Avval qanchalik ko'ryapdingiz, hozir qanchalik bo'ladi? Avval shu odamlarni tusini nima yaxshi nima qila olmasdim. Hozir sekin ko'rinyapti. Ko'zimni oldi tuman edi. Tumanida. Bijir qilib nima qilardi. Shu hozir sekin Yorishdi. 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 Endi xudo xohlasa birinchi protsedura. Hmm. Endi ikkinchi va uchinchisini olganingizdan keyin inshaalloh yana ham yaxshi bo'lish natijasini kutamiz. Bu bemorimiz 45-bemor, o'sha hisobda 45 ta bemordan 5 tasiga ta'sir qilmadi. Bu albatta hamma insonning o'zini organizmiga qabul qilishiga bog'liq. Shuning uchun garantiya nima deb so'rayotganinglarga va ko'p bemorlarda ko'rsatmayapsiz deganinglarga shu bemorga iltimos qilib va bizga kelish o'zingizdan va ko'zingizni asrang.